Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miramonovich. Men Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani Sintob mahallasida Ilhom fermer rahbari Fayziyev Olimjon Dadabayevich 1986-yil tug'ilganmiz. Biz fermer tashkil topgan yilda 2000-yil, ya'niki shu fermer dalani fermer bo'lib kelyapmiz. Ishg'ol nimasida paxta g'allachilik bilan shug'ullanib kelamiz. Davlat tomonidan qanaqa reja qo'yilsa, shu rejalarni vaqt-vaqtida bajarib, davlat tomonidan soliqlarni to'lab kelmoqdamiz. Bugungi kunga kelib bizni fermerligimizni noqonuniy yerimizni olib boshqa nimalarga topshirib bizni yerimiz tugatilmoqda. Biz bugun 2026-yilda g'allada shartnoma qilganmiz, g'alla ekkanmiz. Biz bugungi kunga g'allamizni bizga bermay boshqa fermerga g'allamizni topshiradi. Biz davlat tomonidan o'g'it olganmiz, bank tomonidan kredit chiqarilgan, soliqlarimiz bor, o'shalarni to'lamoqchimiz. Bularga biz tuman hokimiyatga murojaat qildik, natija chiqmadi. Viloyat hokimiyatiga borib murojaat qildik, bizga amaliy yordam so'radik. Mana shunday bizni yerimizni olib qo'ymoqda desak, bizga u yoq viloyat hokimiyatidan ham natija bo'lmadi. Biz majburmiz, sizga murojaat qilyapmiz, sizdan amaliy yordam so'raymizki, biz shu mana qaysi tomon qonunligini bizga aniqlab bersangiz. Mana biz 2000-yildan beri fermer bo'lib kelmoqdamiz. Davlatga hech qanaqa noqonuniy narsa ekkanimiz yo'q. Vaqtida g'alla paxta bilan vaqtida rejani bajarib kelmoq, soliqlarni hammasini vaqtida bajarib kelmoqdamiz. Bugungi kunda kelib biz 2019-yil noqonuniy yer olgansan deb bizni yerimizni prokuratura sudga berib qarorimiz bekor qilmoqda. Bizda hech qanaqa 2019-yil yer berilmagan, tanlov bo'lmagan, e'lonlar chiqarilmagan, gazetalarga hech qanaqa nima yo'q. 2000-yilda qaror hammasi o'sha kontrollarimiz kelyapti. Hech qanaqa qo'shimcha bo'lmagan. 2020-yilda bizda 11 gektar yer qo'shilgan, jami 55 gektar bo'lgan. 2019-yildagi yer 4308. Bizdagi oxirgi qo'shimcha yer bo'lgan va 2013-yil 4308 bo'lgan. 2019-yilda hech qanaqa yer qo'shilmagan, 2020-yilda qo'shilgan. U bekor bo'lgan taqdirda 8 gektar bekor bo'lishi mumkin, lekin 4308 o'zimizda qolishi kerak. Bular noqonuniy yer deb bizni olib aksion orqali boshqa fermerga sotib beryapti. Sizdan so'raymiz, bugungi kunda g'allamiz ham o'zimizga bermay, viloyat hokimi ham yordam bermadi. Viloyat prokuraturasiga ham, ombudsmanga ham chiqdik, respublika prokuraturasiga ham chiqdik. Portalga ham chiqdik. Hech qanaqa natija bizda bo'lmayapti. Sizdan iltimos shu yerimizni olib qo'yishni bug'dimizga amaliy yordam so'raymiz. Yana bir qo'shimchamiz bormi? O'zimizga yetarli texnikalarimiz bor, hamma sharoitimiz bor o'zimizga, tadbirkor qilishga kuchimiz yetarli. Texnikamiz, hamma yerimizni ham hammamiz, keyin mana bu yerda dala shponimiz bor, kadastr hamma narsa qilingan. O'sha bular hozir yana sudga berib, mana shu uyni ham buzdirmoqchi. Biz o'shani ham sizdan amaliy yordam so'raymiz. Mana shu nimalarimiz o'zimizga qaytarib berishingizni so'raymiz.